defekt, ya'ni nuqsonli mahsulotlarga chek qo'ymoqchimiz. Yaxshi muammoni ko'targansiz. Men o'zim ishlab chiqarishdan chiqqanim uchun yaxshi tushunaman bu narsani. OnVision bu passiv kuzatuv kameralarini ularni aqlli o'ylaydigan va tahlil qiladigan aqlli smart kameralarga aylantiradi. Servisga o'tib, qaysidir darajaga chiqib, servisni qoplab bo'ldi qanchadir foizga de endi ishlab chiqarishga o'tishimiz kerak degan bo'lamiz. Aslida biz ishlab chiqarishga kelgunimizgacha buni tayyor modelni yaratib qo'yganmiz. Bizda bu bor. Umidaki masalan bizda ishlab chiqarishda umumda ya'ni OTK deymiz, sifat nazorati xodimlari 500 tacha-da umumda. 100 ta zavodda 500 ta sifat nazorati bor. Menga qiziq bo'lardi agar universitetda ko'rsatib bersangiz. Bera olamiz bu narsani. U bizda tayyor turibdi. Qiziqamiz biz, 10% qiziq turamiz, lekin o'sha 10% ga o'tishimizdan oldin 5 ta zavodimizda bu narsani ishlatib, iqtisodni ko'rsatib berasiz. Sizga Aloqa Ventures offer beradi $50,000 ga 1 million otsenkada. 5% ulush bilan $50,000